Savoqdaşlar, bugungi darsimizda biz shimijo yishu degan mush temada paranglashimiz. Ham buning shilisho bilan nima munosabati bor deganda, buning o'zi uchliq quyuq munosabati bor. Avval biz san'at degan nima to'g'risida bir to'xtalib baqilsak, san'at degan zot qanday narsa? Nurg'un odamlar san'at deb anglaganda kallasiga usul keladi, naqsh keladi, teatr keladi, rasm, muzika, haykaltarash, sergarlik, shuning hammasini san'at deb qaraydi. Endi dunyoda eng shundaq narsalar san'at deb qaraydi. Ammo bu deganlik usulning hammasi san'at olmaydi. Shu usullarning ichida san'at xarakterliklar bo'ladi. Rasmning hammasi san'at olmaydi. Undasi bu yerda san'at nuqtasiga, san'at o'lchimiga to'shash uchun qandaq bir darajada bo'lish kerak, qandaq bo'lganda san'at deb ataladi deydigan gap chiqadi olmaydi. Endi muzikantlar nima deb qaraydi bo'lsa, muzikaning ichida rasm bor deb qaraydi. Ressomlar bo'lsa, rasmning ichida muzika bor deb qaraydi. Shung ba'zi ressomning rasm tushunganlarning rasmlarga qarab 2 soat, 3 soat, 4 soat o'tira ketganlar qarab. Muzikani mo tinglab ajoyib shu tasavvurlarga kirib ketganlar bor. Amaliyotda bu muzikaning ichida rasm bor, rasmning ichida muzika bor degani nima demakchi deganda, amaliyotda san'at odamdagi ma'lum bir hissiyotni, tuyg'uni ifodalab beralaganda biz buni san'at deymiz. San'at deymiz. Men abdachmunchim shu tormuzim yo'q o'zimni usul o'ynab ketaman. Mening usullarimning hech qaysi bir-biriga o'xshash emas. Yolg'on bo'lsa, aslida butun men to'g'risida usul yig'ib berganlar birisi o'xshamaydi. Chunki men bilmayman rasqaqsam usul o'ynashni. Ammo men barliq harakatlarim bilan ma'lum bir hissiyotni ifodalayman xolos. Amaliyotda muzikami shu, san'atmi shu, bir hissiyotni tutib olganda bu san'at deb ataldi. Men o'tganda ishqirda Shanxayga ketib qolsam, bir yerimdan qorilib qolibdi ekanman, birsini ko'rib, sat qo'qa ketdim. Bu bir qizola. Chatallikniki dedim men, chatallikdek turdi. Qora grim qilibdi, qora. Qaralar. Ko'zim qora, ko'zim qora. Qaralar zadash. Sat qo'qa ketdim, qo'qandim. Endi bu nima bu qora grim qildi, chiroyli emas endi-chu. Agrim, o'zi chiroyli, oqqan bo'lmasa, qora grim qilyapti. Ham bu nima degan vaqtda amaliyotda grimning o'zimi odamning ma'lum bir his tuyg'usini ifodalaydigan narsa, shu asli bu. Shuna san'at degan asli nima deganda, san'at deganimiz his tuyg'udan iborat deymiz vaqtashlar. His tuyg'u. Meyli azaplık olsun, meyli xushal olsun, meyli tushkunlik olsun, meyli hayajon bo'lsin, meyli minnatdorlik olsun, meyli umidvorlik olsun, yoki umidsizlik olsun. Veya shuna san'at degan asli nima deganda, san'at deganimiz his tuyg'udan iborat deymiz vaqtashlar. His tuyg'u. Meyli azaplık olsun, meyli xushal olsun, meyli tushkunlik olsun, meyli hayajon bo'lsin, meyli minnatdorlik olsun, meyli umidvorlik olsun, yoki umidsizlik olsun. Veya hasad bo'lsin, ochiq bo'lsin, yoki o'chlik bo'lsin. Qaysi hissiyotni kim qaysi xil usulda rasm yoki muzika ifodalab beralsa. Ifodalab beralganda bu san'at deb ataldi. Ammo sizlar kimni bilamizlarki, Jim Carrey.
Jim Carrey shu 2000 yillari qattiq bir tan qozongan Hollywoodning bir cho'lpini. Jim Carrey desanglar. Bu qiziqchi bu-chu. Vashi qiziqchi. Bu Jim Carrey og'ir darajada shu yiyi bu qoldi-chu. Yiyjonlar qilib bu oxiri kesbini o'zgartib, bu amaliyotda saplam mundaq kuliblam kino ishlaydigan odam. Ammo bu og'ir yiybular qilib keyin rasm, maybo'yoq rasm bilan saqaydi bu. Bu ne qanday qilib maybo'yoq rasm chizib saqaydi desa, shu rasm orqali o'zining burxtumlangan, bostirilgan, hal bo'lmagan hissiyotlarini ifodaladi bu-chu. İfodalab saqaygan. Demek sanat neymiş ki muhim narsa deganda, çünkü sanat nurg'un odamlarning yushurun ombridiki, yushurun engidiki nurg'unlagan his tuyg'ularning ulanishini, ash his tuyg'ularni qo'zg'ash ruliga bo'ladi. Endi silima oranglarda Vushempo bildiganlar bo'z biladi. Vushempo deganimiz bashsizliq nota deymiz. Bu bashsizliq notada har bir ovozlarni har xil siziqning oraliqi yoki siziqning usti orqali ifodalaydigan gap. Bashsizliq notadagi hamma belga ma'lum bir ovozni bildiradi. Ham bu bashsizliq notada yana bir xil belgi bor. Bundaq chaqmoqdekchu. Bu belge kung deb ataymiz biz. Kung degan yo'qlik, ya'ni ovozsizlik. O yo'qlik, ovoz deymiz endi uni jimjitlik o. Jimjitlikni biz yerim udarliq jimjitlik, bir udarliq jimjitlik, ikki udarliq jimjitlik, 8 udarliq jimjitlik deb bölümüz hem bunu. Demek bu belgini ko'rganda muzikant ishni basmaydi. Demek bu yerda hech qandaq bir ovozsizlikni bir ovoz belgisi deb ifodalaydi muzikantlar. Tushunyapsizlar? Bir ovozsizlikni bir yo'q, bir ovozsizlikni bir ovoz deb qaraymiz. Hatta bir muzikantning eng oxirida o'z muzikallarining boshqalardan farqlantiradigan, turaqatadigan eng go'zal yeri muzikantning do, re, mi'ni basa olishida emas. Shu o do, re, mi'ni besishda belgilanmaydi. Balki shu kung basmaslik, basmaydigan yeri bor. Do desiku doni bassa, reynisi basmaslıkmı mındaq udargı bölündü. Yerim basmaysa yerim cimcet, bütün cimcet, iki cimcet mındaq. Mana muşunu kontrol qila olgan, yani bu cimcitlikni muzikalar orasidagi cimcitlikdan iborat. Mushu belgini eng yaxshi ifodalaganlar, eng yaxshi qila olganlarda purak chiqadi o'simiz vaqtashlar. Purak. Buni nima so'zlaymiz ham biz? Buni men nima deb so'zlab qoldim? Agar u muzikant bu kung degan mushu basmaysan deganga amal qilmasa, amal qilmay baschu bir shavq olan bir muzika, hargiz muzika olanmaydi. Qat'iy muzika olanmaydi. Bir shavqonga aylanib ketadi. Shu ovozsiz belgilarni to'g'ri hal qilmasak, basmaslikni basmasak, ovozsiz bir ovoz borchu. Jimjitlikmi bir ovoz demakchi. Jimjit deganni shuni kontrol qilmish bir shavqonga aylandi. Endi buning psixologiya bilan nima munosabat olsimiz vaqtashlar. Endi keldik. Shundaq bir narsani bilib olishimiz kerak. Psixikis buzilibdi, psixikisdan chatoq chiqibdi. Psixikis igizpes bo'lib ketibdi. Psixikisda davolg'ish bo'libdi. Degan nima deganga? Zodi bu nima deganga bilamsizlar? Bilmaysizlar.
Немені білісілер кейсілер. Біліватсызlar әмді. Ama şu aldan bilmeysizler. Dep bergenini bilіватсызlar da. Bu mu? Yani bulut. Bu psixikasi buzuluptu, psixik davalg'och deganlik shu saboqdashlar. Masalan, endi ma'u yiching deb yiching bo'ladi demdi. Endi buning bizni aytib o'sharlikni o'stiralgishga mana bilyapsizlar. Boshqa yerlarda nurg'un kasallar bor. Kunda necha davlatimizda birdan ikkidan chiqib qo'ydim. Nimish qas o'sharlik o'sgan gap. Ham shu yiching tufayli ancha-muncha g'ili ulab qoldigan ishlar bor. G'ili. Sizlar shunday rayonda kelib qolsanglar, bahas qilish qo'yamdi bu. G'ili ulab qoldigan ahvol bor. Bu ba'zi odamlar g'ili bo'lganda psixikasida az-to'la davalg'ush bo'ldig'ini rost. Nimish davalg'ush bo'ldi? Nimish davalg'ush bo'ldi? Bu atalmış psixikasida davalg'ush bo'ldi, buzildi degan gap. Odamlar shu hissiyot sanduqidagi hissiyotlar, his tuyg'ular. Ba'zi bir qor tutunlar, funinglar. Ne odamlar har xil usulda bir umr kontrol qilib mundaq yashaydi. Endi mening shu aytgan so'zlar birma uni. Yashash bir energiya almashtirish jarayoni deydigan. Shu vaqtda qandaq bo'z pay bo'ldi, qandaq bo'z namrat bo'ldi. Ba'zi damlarning odatining o'zila amaliyat qarsaqlar namratlik yeteklab qo'ydi. Chunki bir odamda masalan 100 dal tosh bor desak, sen 100 dal tosh bor, men 100 dal tosh bor. Sen 4 dal toshni berib, 2 dal toshni 4 dal tosh, 2 dal toshni tegishadigan bir odat etildirsang, mushbit yashsang, sening teshingning tugab ketishi vaqt masalasi dengib. 4 kishini tegishib mansang. Endi sen 2 toshga 4 ni tegishadigan odating bo'lsa, sening boy bo'lishing vaqt masalasi dengib. So'ng energiya almashtirish jarayoni shunday. Buni hozir so'zlamay turaylik. Demakchi deganda, shu xuddi muzikant to'xtamay qilib chala muzikant oram yo'qlikni bosmay kelib bir shovqin ichida qolgandek odamlarmi bu xil funinglarni kontrol qilish uchun yetildirib olgan energiya quritadigan nurg'un odatlardan mahrum qolganda g'ili bo'lib qoldi, mahrum qoldi da uni. Bu vaqtda shu funinglarni kontrol qilish uchun ishlatilgan nurg'un qiliq harakatlar bor emasmi? Bu narsadan mahrum qolganda ekan, darhol funinglar qor tutunlar da ig'ir darajada o'zgarish paydo bo'ldi. Bu vaqtda odam nayti bearam bo'ldi. Bu xil bearamliklarning nurg'un turi bo'ladi. Qo'rqish deymiz, sarasin deymiz, ichpush deymiz, umidsizlik deymiz, jiyli ulash deymiz, har xil buni fuqaroga atsak. Shunga buni tutish uchun darhol aslidagi odamlar bu narsani yana kontrol qilish uchun aslidagi odatlarga yana tizla qaytish uchun tirishadi. Natijada nurg'un energiya xo'raydi. Mayli jismoniy bo'lsin, mayli ro'y ikkisi bir gap ham. Jismoniy energiya bilan ro'y energiya ikkisi bir gap. Birligi. Amaliyotda hamda biz bog'laylik darsni. Xuddi bir muzikant uchun kung degan shu ovozsizlik pek muhim bo'lgan o'xshash. Odamlar uchunmi
jimjitlik, ash-funing yangilarni his qilish uchun hech chiqmaslik, hech chiqmaslik intime muhim so'zlashlar. Intime muhim. Gerçi sen vaqtliq bearamdek turayotganing bilan bu bearamlik xuddi bu bearamdek his qilayotgan bilan bu bearamlik amaliyotda oshi bearamlikni besish uchun sarf qilingan nurg'un energiyani tejab qoldi. Bu energiya nimaga aylandi? Nimaga aylandi? Biz buni keyin yana so'zlaymiz, yumshoq tashla. Bo'ldi, men bugun mushunchalik so'zlab beraylik.